Jorj Orwell. Molxona. 3-bob. Hosilni yig'ib terib olish uchun juda qattiq mehnat qilishga to'g'ri keldi. Hayvonlar jonlarini jabborga berib astoydil ishladilar. Mukofotlar ham olishdi. Zero hosil ham ular o'ljaladan ko'ra mo'lroq bo'lgan edi. O'roq va panshaxa kabi ish qurollari odamlarga ikki oyoqlilarga moslashtirilganligi sababli ham hayvonlar anchagina qiynaldilar. Ularni 4 oyoqlab ishlatishning ham iloji yo'q edi. Hayvonlar nima qilishlarini bilishmasdi. Cho'chqalar bu mashaqqatlarni ham yengib o'tishga yo'l ko'rsatdilar. Hamma hayvonlar aqlli deb hisoblangan cho'chqalar orqasidan ergashishardi. Otlar fermaga qarashli dalalar maydonining hajmini aniqladilar. Ekin ekiladigan yerlar hisobini olishdi. Hayvonlar pichanlarni o'rish, yig'ishtirish, to'plash, raqamlash ishlarini Jons va uning xizmatkorlariga qaraganda tez va sifatli bajarishdi. Cho'chqalarning o'zlari ishlamadilar. Aqlli bo'lganliklari tufayli ham bajarilayotgan ishlarga rahbarlik qilib turdilar. Bokser va Clover o'zlarini ixtiyoriy ravishda aravalarga qo'shishdi. Endi ularga suvliq, jugan, arg'amchi va qamchining keragi yo'q edi. Aravaga yuklangan pichanning og'irligidan otlar dala yo'lida zo'rg'a qadam tashlardilar. Cho'chqalar ular orqasidan yurib, "Chu o'rtoq" deyishardi. To'xtashlari kerak bo'lgan paytlarda esa "Tir o'rtoq" derdilar. Cho'chqalar hayvonlarning nimjonlariga pichanlarni ag'darib turishni topshirdilar. Hattoki o'rdak va tovuqlar ham jazirama quyosh olovida kun bo'yi ishladilar. Tumshuqlari bilan somon yig'ishtirdilar. Hayvonlar Jons va uning xizmatkorlari hosilni yig'ib olishga sarflaydigan odatdagi muddatdan 2 kun oldin ishni tugatishdi. Bu yil har yildagiga nisbatan ko'p hosil to'plangandi. Inson hukmronligi davridagidek isrofgarchilikka yo'l qo'yilmadi. Tovuqlar va o'rdaklar o'tkir ko'zlari bilan daladagi qolib ketgan hamma donlarni cho'qib terib oldilar. Ular sidqi dildan ishladilar. O'g'irlik qilishni xayollariga ham keltirmadilar. Hatto boshqa hayvonlar bilan birgalikda ishlayotgan mushuklar ham o'g'irlik qilmadilar. Yoz bo'yi fermadagi har bir ish osonlik bilan qiynalmasdan silliqqina bajarildi. Ferma hayoti soat millaridek bir tekisda borardi. Hayvonlar o'zlarida xursand edilar. Shu davrgacha bu qadar to'kinchilikni orzu ham qilmagandilar. Fermadagi berilayotgan oziq-ovqatlar yetarli bo'lib, uning ustiga nihoyatda mazali va lazzatli bo'lardi. O'z-o'ziga xizmat qilish tashkil qilindi. Hayvonlar doimo norozi bo'lib, ming'irlab yuruvchi egalaridan qutulishgandi. Tekinxo'r va hayvonlarga boqimanda bo'lgan insonlar fermadan quvilganidan so'ng hayvonlarning yemishlari odatdagidan mo'lroq edi. Oldingi davrlarga qaraganda hayvonlar me'yoridan ortiq dam olishardi. Bo'sh vaqtlardan qanday foydalanishni bilishmasdi. Ko'p muammolarga duch kelishardi. Ayniqsa, makka jo'xorini yig'ishtirish, uni yanchish, shabadada shopirib, donini ajratib olishga qiynalardilar. Chunki fermada makka jo'xori donini ajratib beradigan mashina yo'q edi. Lekin cho'chqalarning aqlli, bokserning kuchi bilan muammolar bartaraf qilinardi. Bokser tortiladigan va itariladigan ishlarni deyarli o'zi bajarardi. Bor kuchini ishga solardi. Hamma hayvonlar bokserga havas qilishar, uning ishlaridan hayratlanishardi. Aslida Mr. Jons hukmronlik qilgan paytlarda ham yaxshigina ishlardi. Hozir esa yakka o'zi 3 ta otning vazifasini bajarardi. Fermadagi barcha og'ir ishlar bokserning zimmasiga yuklatildi. Tongdan shomga qadar tortardi, sudrardi va itarardi. Har doim ish qaynagan joylarda hozir nozir bo'lardi. U tongni qutlab olgan xo'roz qichqirig'i bilan birga uyg'onar va ish kuni boshlanmasdanoq ishga shoshardi. Men ko'proq va kechagidan ko'ra yaxshiroq ishlashim kerak deb o'ylardi bokser. Shuning uchun ham oldida ko'ndalang bo'ladigan qiyinchilik va muammolardan qo'rqmasdi. Ishlash va yana ishlash degan chaqiriqqa og'ishmay amal qilardi. Boshqa hayvonlar ham qarab turishmasdi. Imkoniyat va qobiliyatlariga qarab mehnat qilishardi. Tovuqlar va o'rdaklar hosili yig'ishtirib olingan daladan 5 qop makka to'pladilar. Mr. Jons hukmronligi davrida odatga aylanib qolgan janjallashish, qizg'anish, bir-birini so'kish, tishlash, tepish kabilar deyarli yo'qolgan edi. Hech kim ularning ishidan norozi ham bo'lmasdi.
Molly ertalab uyqudan uyg'onishga qiynalardi. Boshqalardan ozgina bo'lsa ham kechroq o'rnidan turish maqsadida ishdan ertaroq qaytib, tuyoqlarini tozalab olardi. Mushukning odati ham g'alati edi. Umumiy qoidalarga rioya qilishni istamasdi. Ish boshlanishi bilan yo'qolib qolardi. Uni topib bo'lmasdi. Ish tugab hamma hayvonlar daladan qaytib kelganlari desa, hech nima bo'lmaganday sekingina paydo bo'lar va hamisha juda asosli uzr topardi. So'ngra ko'zlarini miltillatib, mehr bilan shunday miyovlardiki, uning gapiga ishonmaslikning aslo iloji yo'q edi. Qari Benyamin qo'zg'olondan keyin ham o'zgarmagandi. Mr. Jones davradagidek juda sekin va qaysarlik bilan ishlardi. Ish buyurilgan paytda hech qachon yo'q demasdi, lekin shoshilmasdi ham. Qo'zg'olon va uning natijalari haqida o'ylashni yoqtirmasdi. Hayvonlar Jonesning quvilganidan xursand emasmisan deb so'rashardi. U esa beparvolik bilan hamma hayvonlarga qaraganda eshaklarning uzoq umr ko'rishi haqida so'zlardi. Gapining oxirida o'lib yotgan eshak murdasini hali umri bino bo'lib hech bir hayvon ko'rmaganligini qayta-qayta ta'kidlardi. Farosatsizlik va mantiqsizlik bilan berilgan javoblar oldida hayvonlar sukut saqlashga majbur bo'lishardi. Yakshanba kunlari ish bo'lmasdi. Odatda bu kunni hayvonlar dam olishardi. Nonushta qilishgach, biror soatlar chamasi vaqt o'tganidan so'ng tantanalar boshlanardi. Snowball Mrs. Jonesning yashil ipakdan qilingan eski dasturxonini eski tuskular saqlanadigan omborxonadan topib olgandi. Dasturxonning bir chekkasida hayvon shoxi va tuyog'ining oq rangdagi surati bor edi. Dasturxon fermaning bog'iga o'rnatilgan uzun tayoqqa bayroq sifatida ilindi. Tantanalar boshlanishidan oldin bayroq baland ko'tarildi. Ferma hovlisi ustida xilparayotgan bayroqqa Snowball g'urur bilan ta'kidlardi va hayvonlarga shunday tushuntirardi. O'rtoqlar, hayvon fermasi bayrog'ining rangi yashil. Bu esa Angliyadagi yashil dalalarning ramzidir. Bayroqdagi tuyoq va shox surati esa hayvonlarning yaqin kunlarda tashkil qilinadigan respublikasining gerbidir. Bayroq ko'tarilishi bilan fermadagi hamma hayvonlar majlis deb ataladigan umumiy yig'ilish uchun molxonaga to'plandilar. Bunday majlislarda kelasi haftaning ishlari rejalashtirildi. Kun tartibiga qo'yilgan masalalar muhokama qilinib, qarorlashtirildi. Qarorlar har doim cho'chqalar tomonidan chiqarildi. Boshqa hayvonlar esa qarorni qay yo'sinda tasdiqlashni va qanday ovoz berishni o'rganardilar. Snowball va Napoleondan boshqa hayvonlar qabul qilinayotgan qarorlarning mazmuni bilan qiziqishmasdi. Ikkala cho'chqa muhokamada faollik ko'rsatishardi. Ular har doim qizg'in bahslashar, tortishar va hech qachon kelisha olmasdi. Biri taklif bersa, ikkinchisi rad etardi. Buni hamma hayvonlar sezib turardi. Hatto mevazorning orqa tomonini nafaqaxo'r hayvonlar uchun dam olish bog'iga aylantirish, shuningdek turli hayvonlarning nafaqaga chiqish yoshi haqidagi muhokamalarda ham bir qarorga kela olmasdilar. Majlislarni Angliya hayvonlari qo'shig'ini jo'r bo'lib kuylash bilan tugatishardi. Tushlikdan keyin esa hayvonlar hordiq chiqarishardi. Cho'chqalar hayvonlarning buyumlari saqlangan omborxonani shtab-kvartiraga aylantirishgandi. Kechqurunlari ferma uyidan olib kelgan kitoblarni o'qishar hamda temirchilik, duradgorlik kabi hunarlarni o'rganishardi. Snowball hayvon qo'mitalarini tashkil qilish bilan shug'ullana boshladi. U ishlab charchamas, butun kuch-quvvatini shu ishga sarflar edi. Tovuqlar uchun tuxum ishlab chiqarish qo'mitasi, sigirlarga dum tozalash ittifoqi, yovvoyi o'rtoqlar uchun qo'lga o'rgatish qo'mitasi, kalamush va quyonlarning qo'lga o'rganishi nazarda tutilgan edi. Qo'ylar uchun jun oqartirish harakati kabi uyushmalarni tuzdi. Shuningdek, savod chiqarish darslarini ham boshlab yubordi. Snowball tomonidan tuzilgan qo'mitalar deyarli o'zlarini oqlamadi. Ayniqsa, yovvoyi o'rtoqlarni qo'lga o'rgatish qo'mitasi ko'p faoliyat ko'rsata olmadi. Qisqa muddat ichida tugatildi. Yovvoyi hayvonlar yashash tarzini o'zgartirmadilar. Aksincha, ko'rsatilgan moddiy yordam va hurmatdan foydalanib qoldilar. Uning o'rniga musichalarni qo'lga o'rgatish qo'mitasi tuzildi. Bu qo'mita ham bir necha kun faollik bilan ishladi. Qo'mita a'zolari tomonidan tomda o'tirgan musichalar va mushuklarga yaqin kelgan chumchuqlar orasidagi munosabatni yaxshilash masalalari ko'tarildi. Hamma hayvonlar va parrandalarning teng huquqligi, bir-biriga o'rtoq ekanliklari ta'kidlanib, tomda chumchuqlarning ham erkin qo'na olishlari haqida qaror qabul qilindi. Lekin chumchuqlar musichalar bilan o'rtoqlashmadilar.
Chunki bu qarorga ishonish qiyin edi. Savodsizlikni tugatish ishlari qizg'in borardi. Bu sohadagi muvaffaqiyatlar sezilib turardi. Kuzga qadar fermadagi hamma hayvonlar yozish va o'qishni turli darajada o'zlashtirib oldilar. Cho'chqalar hamma hayvonlardan ko'ra yaxshiroq yozishar va o'qishardi. Bu sohada ilg'orlik qilishardi. Itlar o'rtacha o'rgandilar, lekin ular 7 qoidadan boshqasini o'qishga qiziqishmasdi. Muriel itlardan ozgina tuzukroq o'qirdi. Ko'pincha axlatlar ichidan topib olgan ro'znoma parchalarini boshqalarga o'qib berish bilan shug'ullanardi. Benyamin cho'chqalar kabi o'qishni yaxshi o'zlashtirdi, lekin o'rgangan narsasini yozish va o'qishga bo'yni yor bermasdi. Tanballik qilardi. Clover esa butun alifboni o'rgandi, lekin so'zlar tuzib yoza olmasdi. Bokser A, B, V, G, D harflarini o'rgana oldi xolos. U tuyoqlari bilan yerga A, B, V, G, D harflarini berilib chizardi. Bu mashg'ulot bilan band bo'lgan kezlari quloqlari dikkayib ketardi, boshi likillardi. Alifbodagi bu 5 harfdan keyingilarni eslashga bor kuchi bilan harakat qilardi, lekin hech xayoliga keltira olmasdi. Bir necha marta Y, Yo, J va uchini yozishga urinib ko'rdi, lekin bu harflarni o'rgangunga qadar avvalgi 5 harf A, B, V, G, D yodidan ko'tarildi. U o'zi uchun 5 harfni o'zlashtirishning o'zi yetarli ekanligini tushundi va o'rganishni to'xtatishga qaror qildi. Bokser o'rgangan harflarini esidan chiqarib qo'ymaslik uchun har kuni 1-2 marta ularni yerga yozardi. Molly esa ismini yozish uchun ishlatiladigan 4 ta harfdan boshqasini o'rganishni istamasdi. Payrahalardan harflarning shaklini yasab, ismini yozardi. Gullar bilan atrofini yastardi. So'ngra uning atrofida aylanib zavqlanardi. Shakllarga va gullarga huzur qilib tikilardi. Fermadagi boshqa hayvonlar ham 5 harfdan boshqasini o'rgana olmadilar. Tentakroq, fahmi farosati yetarli bo'lmagan hayvonlardan qo'ylar, tovuqlar, o'rdaklar 7 qoidani ham o'zlashtira olmadilar. Snowball o'ylab ko'rib, 7 qoidaning bittasini kamaytirish mumkin ekanligini, ya'ni qonunning 1 va 2 moddalarini birlashtirish mumkin ekanligini o'rtaga tashladi. Moddalar qayta ko'rib chiqilib, quyidagi holatga keltirildi. 4 oyoqlilar do'st, 2 oyoqlilar dushman. Bu, dedi Snowball, hayvonizmning eng muhim asosidir. Buning mohiyatini qaysi bir hayvon chuqur anglay olsa, insonning ta'siridan qutulishi shunchalik oson bo'ladi. Avval qushlar bu fikrga qo'shilmadilar, chunki ularning ham faqat 2 oyoqlari bor edi, lekin Snowball bu moddaning to'g'ri ekanligini asoslab berdi. O'rtoqlar, dedi Snowball, qushning qanoti uchish, odamlarning qo'llari esa ushlash uchun yaratilgan. Odamning hayvonlardan farqlanib turadigan yagona tomoni ham qo'lidadir. Odamlar hayvonlarga qiladigan hamma yomonliklarni qo'li bilan amalga oshirishadi. Narsani qo'li bilan yaratadi. Qushlarning qanotlari esa faqat uchish uchungina xizmat qiladi. Shuning uchun ham qushlarning qanotlarini oyoq kabi qabul qilishingiz kerak. Qushlar Snowballning uzundan uzoq va jimjimador, balandparvoz so'zlarining ma'nolarini anglamadilar. O'zlarini tushunganday ko'rsatishib, qonunning yangi moddasini qabul qilishdi. Barcha hayvonlar xayrixohlik bilan moddalarni o'rgana boshladilar. Molxona devoriga yozilgan 7 modda ustiga ko'zga ko'rinadigan yirik harflar bilan 4 oyoqlilar do'st, 2 oyoqlilar dushman deb yozib qo'yishdi. Hamma hayvonlar bu moddani yod olishdi. Ayniqsa, bu modda qo'ylarga yoqib qoldi. Fermadagi dalalarda o'tlab yurganlarida boshlarini tez-tez ko'tarib, 4 oyoqlilar do'st, 2 oyoqlilar dushman deb jo'rlikda ma'rardilar. Soatlar davomida bu mashg'ulotni davom ettirishar va bu mashg'ulotdan charchashmasdi. Napoleon Snowball shug'ullanayotgan qo'mitalar ishi bilan qiziqmadi. Uning o'ylashi bo'yicha, Snowballning qo'mitalari katta yoshdagi hayvonlar va ularning manfaatlari uchun mo'ljallangandi. Yoshlarning ma'lumot olishlari esa e'tibor qaratilmagandi. Pichan hosili yig'ib terib olingandan keyin Jesse va Bluebell 9 ta laychani tug'ib berishdi. Napoleon kuchukchalar emchakdan chiqqanlaridan so'ng onalaridan ajratib olib, ularning tarbiyasi bilan shaxsan o'zi shug'ullana boshladi. Kuchukchalarni omborxona tomi ustidagi narvon bilan chiqiladigan cherdak ichiga qo'ydi. Laychalar o'sha yerda o'sa boshlashdi.
Hatto fermadagi hayvonlar ularning borligini ham unutib qo'ydilar. Fermadagi sigirlardan sog'ib olinayotgan sutlarning qayerga ishlatilayotganligi qattiq sir tutilardi. Keyinchalik esa hayvonlarning o'zlari ham bunga e'tibor bermay qo'yishdi. Sutlar cho'chqalarning ovqatlari uchun ishlatilardi. Mevazordagi maysalar ustida to'kilib yotadigan olmalarni hayvonlar teng baham ko'rishardi. Cho'chqalar olmalarni yig'ib olish va omborxonaga keltirishga buyruq berishdi. Bu voqea hayvonlar orasida norozilik keltirib chiqardi. Cho'chqalar hayvonlar orasida uyg'ongan norozilikni yo'qotish uchun tushuntirish ishlarini boshlab yubordilar. Bu harakatga Napoleon va Snowball ham qo'shildi. Squealer tushuntirish ishlarini olib borish uchun safarbar qilindi. O'rtoqlar, derdi u, cho'chqalar bu ishlarni o'zlari yoki o'zlariga imtiyoz yaratish uchun qilishyapti deb o'ylamang. Aslida biz cho'chqalar sut va olmani yoqtirmaymiz. Bizning yagona maqsadimiz salomatligimizni saqlab qolishdir. Sut va olmalar tarkibida cho'chqalarni sog'lomlashtiruvchi kuchli moddalar bor. O'rtoqlar, bu fanda ilmiy jihatdan asoslangan. Biz cho'chqalar esa o'zingizga ma'lum aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchi hayvonlarmiz. Hayvon fermadagi hamma ishlarni tashkil qilish esa gardanimizga yuklatilgan. Biz kechani kecha, kunduzni kunduz demay farovon yashashingiz uchun xizmat qilamiz. Ha, bizning sut ichishimiz va olmani tanovul qilishimiz o'zimiz uchun emas, sizlar uchundir. Agar sog'lig'imiz yomonlashib, hayvoniy burchimizni bajarishda pand beradigan bo'lsa, nima bo'lishini tasavvur eta olasizlarmi? Nazarimda tasavvur eta olmaysizlar. O'rtoqlar, u holatda Jones hayvon fermasiga qaytib keladi. Ha, Jones qaytib keladi. Albatta, sizlarning orangizdagi hech bir hayvon Jonesning qaytib kelishini istamasa kerak. Sukiylar nihoyatda ta'sirchanlik bilan so'zlardi. Dumini likillatib u tomondan bu tomonga olib borib kelardi. Jonesning qaytib kelishini hayvonlarning istamasligi sukiylar uchun tuyoqlarning ostidagi yerni bosib turganday ayon edi. Shu sababdan ham buni alohida ta'kid bilan gapirardi. Bu esa hayvonlar orasida tushuntirish ishlarini olib borishning ishonchli va sinalgan usuli edi. Shunday qilib, cho'chqalarning sog'lig'ini saqlab qolishning zaruriyat ekanligi hayvonlarga ayon bo'ldi. Hayvonlar bunga ishonishdi. Sut va olmalar faqatgina cho'chqalar uchun ishlatilishiga rozi bo'lishdi.